Angliya tarixida qonli Mary laqabi bilan qolgan qirolicha. Mary 1516-yil 18-fevralda Genrix VIII va Catherine of Aragonlarning farzandi sifatida dunyoga keladi. Mary Henry VIII-ning birinchi rafiqasi bo'lgan Catherine of Aragonlarning yagona tirik qolgan farzandlari hisoblanadi. Uning hayoti juda ham yaxshi kechadi, toki 1530-yil Catherine Aragon va uning otasi Henrik VIII Angliya qiroli ajrashmagunlaricha. Ular ajrashganlaridan so'ng Mary Bastardga aylanadi, ya'ni u Angliya taxtiga noloyiq sifatida topiladi va aynan o'sha vaqtlarda uning davrida Yevropada agar qirol va qirolicha ajrashsa, ularning farzandlarining taxtga chiqishi deyarli imkonsizga aylanardi va bu taqdir bilan Mary ham yuzlashadi. Ammo otasining vafotidan so'ng taxtga Maryning 9 yoshli ukasi Edward VI chiqadi. Edward VI juda ham qattiq bo'lgan protestant edi. Bu vaqtda esa Mary juda ham qattiq dinga ishongan qiz edi va u katolik edi. Va u aka-ukalar o'rtasida bu din masalasida har doim nizolar bo'lib turardi. Va Edward VI 15 yoshida juda ham og'ir kasallangan tuberkulozga chalinadi va u deyarli o'lim to'shagida bo'lganda o'zining katta opasi Maryga taxtni meros qilib qoldirishni xohlamaydi. Chunki Mary katolik edi va Edward esa protestant va Edward o'zining katolik opasiga taxtni meros qilib qoldirishni xohlamadi va Edward o'zlarining qarindoshi bo'lgan Lady Jane Greyni taxt vorisi etib tayinladi. Lady Jane Grey Angliya tarixida 9 kunlik qirolicha laqabi bilan qolgan qiz. Ammo Mary katoliklarning yordami bilan Lady Jane Greydan taxtni oladi va shu tariqa u Angliya qirolichasiga aylanadi. Va u Angliya tarixidagi eng birinchi ayol, muvaffaqiyatli bo'lgan ayol qirolichalardan biridir. Mary birinchiga uning umr davomida Bloody Mary, ya'ni qonli Mary taxallusi beriladi. Buni ko'proq bu taxallus protestant bo'lgan yozuvchi tarixchilar tomonidan ishlatilgan. Buning sababi Mary protestantlarga nisbatan juda ham qattiqqo'l bo'lgan va ularning ko'pchiligini